yozib yubordim-da. Yozib yuborsam, javob kelmadi-da, o'sha SMSimni tagiga tipa like bosilgandi. Cho'ta Dilshod javob yozish kerak edi. Shundoq kirib qarasam, yoshlari katta, mendan qalin olib sotib turadigan o'zimizni qadrdon narigi Dilshod aka ekanlar-da. Mana shu qiziq holat, keyin yozib yubordim. Aka tuzukmisiz? Men sinfdoshim Dilshod yozyapti deb o'ylamman, uzr deb yozib yubordim. Hayotda shunaqa tasodifiy holatlar juda ham ko'p bo'ladi. Qiziq, juda ham qiziq holat bo'ldi. Bir tomondan kulgili, bir tomondan g'alati. Endi inson o'zidan yoshi katta insonga bunaqa yozishi to'g'ri kelmaydi. Men o'ylayman, shu sinfdoshim Dilshod Zakirov yozyapti menga. Yo'q, bu оказывается mana balon olib sotib turadigan qadrdon insonimiz Dilshod aka